Tasavvur qiling, shunaqa bir saroy borki, u tashvishsiz hayot uchun qurilgan. U Yevropadagi ma'rifat davrini eng mashhur me'moriy yodgorliklardan biri. Va undan tashqari, o'sha davrdagi qirol o'zi uchun bitta shaxsiy villa qilaman deb o'sha saroyni qurdirgan. Bugun biz Potsdam shahriga keldik va sayohatdan bahramand bo'lamiz. Xonimlar va janoblar, Potsdamga xush kelibsiz. Shunaqa qilib biz aylanadigan joyga yetib keldik. Tegirmonning charx palagi aylansin, aylansin. Xo'p, hozir biz sekin tegirmonga kiramiz. Mana ichkariga kirsak, har xil shampanskiylarga e'tibor bermagan holda bitta uzun zinalar bor ekan, tepaga chiqqani va har xil bitta karta, ma'lumotlar, sertifikatlar, qiziqarli narsalar faqat nemis tilida ekan. Mana bu yerda hozir tegirmonning shu birinchi qavatidan qanaqadir qiziqarli konstruksiya. Hozir biletlarni oldikda 3 yevroga turar ekan. Student bo'lganimizga sal kamaytirib berdi. O'zi 5 yevro edi. Tepaga chiqdik mana. Va bu yoqda salqingina atmosfera, gap yo'q. Bular original sertifikatlar ekan. O'sha qirol Frederikning qanaqadir sertifikatlari bo'lgan ekan, o'zini originallari. Mana bu yoqda. Mana shunaqa qanaqadir sal xunukroq narsalar ham bor ekan. Shu skulpturalar, yasamalar, har xil rasmlar-yu, mana shunaqa ma'lumotlar. Qiziqarlilari ham bor, sal g'alatilari ham bor. Tepaga chiqdik. Yana bir qavat. Opana. O'zi shunaqa ba'zi g'alati narsalar bu yoqdagi shu yevropaliklar uchun qanaqadir san'at asari hisoblanadi va biz uchun bizni madaniyatdan olib qarasak, bu g'alati narsa deb tushunamiz. Yevropaliklar bunaqa narsalarga "Vau, bu san'at asari biz uchun" deb qarashadi. Mana bular ombirga, kulishlarga o'xshagan xafa. Mana bu. Opana, telefonlarmi bu? Shuni? Ichkaridan nima eshitiryapti? Saylanam. Yo telefon. Telefon emas u, anaqani eshitish ekan. Gim ketyapti-yu bu yerda. Yo. Ana Vaydali kapitan bo'lar ekan-da. Vaydali rullar edi. Vashsha jotki. Do'st bilan obod uying, gar bo'lsa u vayrona ham, do'st qadam qo'ymas esa vayronadur koshona ham. Yo, mavli qarang, atmosfera moshni-yu. Yedali mana. Rosa hamda o'tish mumkin emas. Uchirib ketib-qoladi. Voy. Masjidga kelganimizdan keyin, masjidga chiqqanimdan keyin men roziman, rosa bu yerga kelganimga boru. Vobshe juda chiroyli va bitta cho'tki rasmga tushsa bo'ladi. Gap yo'q.
Oppa! Yaxshigina shamol bor, yaxshigina shamol bor. Voy. Endi tepaga bunaqa chiqib, eng yuqori qismiga chiqamiz. Chiqish вообще резкий ekan, lekin bor. Oppa. Qo'y, yana chiqargan hali. Voy. Boshqasi. Bunisidan chiqish undan ham torroq ham kichkina. Oy. Mana Eron ichiga keldik. Nima bor? Hali yana tepaga chiqsa bo'lar ekan, lekin bu yerda yopib qo'yishgan. Bu уже tegirmonni o'ziga chiqib ketib bo'lsa kerak-a. Gap yo'q. Shunda. Bas. Bitta hozir yoshligimdan gulla bor ekan, anaqa podakolnikka qo'yib qo'yishibdi. Yoshligimda buvim bilan dadam anaqa qilishardi, gullani o'stirishardi, огородlarda. Mana tuylarga solib yoshligimni eslab oldim, mana lekin bu yerda ko'rib bor. Wow. Melnitsani ichida u katta. Ana endi videoni boshida aytganimdek, o'sha Frederik II qirolni qasrga keldik. Mana bir qavatli qasr. Shunaqasi ham bo'ladi. Ha, bo'ladi. Bir qavatli qasr. Frederik II nima qilgan desanglar, u o'sha Berlinda siyosatlari, har xil ishlari bilan band bo'lganda, o'ziga shaxsiy villa quraman degan, yozgi villa, yozda kelib turib maza qilib ketaman degani. Va shu bir qavatli qasr qurdirgan. Uzunligi bir 100 metrcha, taxminan 115 metrmi, shunaqa bo'lishi kerak. Anig'ini ham chiqardim. Va mana shu u musiqa bilan va filosofiya bilan shug'ullangan. Ya'ni filosofiya nima edi o'zi berildi? Falsafa bilan shug'ullangan. Falsafa va musiqa bilan shug'ullanib, mana uzunligi bola mazza qilgan. Bu yerda uzumli har xil anaqalari bor, toklari bor o'zini. Mana masjidda uzumlar oldingi safar kelganimda ko'p edi. Hozir ancha kamayibdi. Masjidda to'la uzum bo'lib turadi. Okam kayf qilganlar shu yerda. Mana shuni shundoq qurdirib, anta mana favorasi bor. Chiroyli qilib, juda zo'r qilishgan. Berlinda, Germaniyada Potsdamda Sansuzi saroyi deb aynan mana shu saroyni aytishadi. Birinchi bo'lib shu saroy 1745-1747-yillarda qurilgan birinchi bo'lib mana shu saroy aynan. Undan keyin atrofidagi boshqa saroylar, Xitoyliklarning ham o'zini choyxonasi, boshqa narsalar bor bu yerda. O'sha boshqa qasrlar bor. Ular hammasi keyin qurilgan. Birinchi bo'lib mana shu originalni bu yerda ham mana aka-uka urishyapti. Chiroyli joylarni qaranglar. Wow. Labirint ey. Ko'rishingiz uchun mana bu yoqda ham yana boshqa saroylar bor, lekin bular keyin qurilgan saroylar hammasi. Mana uzum bog'lari bor. Bu yoqda har xil shu uzumlar ekilgan, yo'q bo'lgan. Lekin bular hammasi keyin qurilgan. Asosiysi o'sha bir qavatli bino bo'lgan va o'sha Frederik II, shu Prussiya qiroli bu yoqda yozda o'zini villasida maza qilib dam olgan. Mana qanaqa darajada katta saroy qurilgan. Bu yerda osma uzumlar bo'lgan. Mana har bitta qavatida uzumlar osilgan va tepada Frederik II Prussiya qiroli o'zi o'tirgan, maza qilgan, dam olgan.
O'rtdim mana shu. Kvadrotsiklla ham keldi. Top bo'sh o'tkazib qoldi. 911. Shunaqa qilib Potsdamga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi qismi ham bordi videoni vlog qilib Potsdam aylangan deb bu ikkinchi qismi bo'ldi. Albatta birinchisidan ko'rib chiqinglar. Shunaqa gaplar. Meni ismim Saidolim va ko'rishguncha xayr.